Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston fuqarolari, Jizzax viloyati fuqarolari. Sizlardan katta rahmat aytaman. 67 mingta prosmotr. Bugungi kunda bittasi aytib o'tib ketay, bu hozir men ko'p endi bugungi kun bilan ko'rdim, negativlar chiqyapti. Negativda men shaxsiyatimga tegib gapiriladigan gaplar ular tomonidan yozilyapti. Lekin biz ular tomonga lishni negativ yoki yomon gaplar gapirmaymiz. Biz aqlli bo'lamiz. Biz diplomatический yondashyapmiz bo'ldi. Как O'zbekiston fuqarosi bo'yicha. Mana hozir bir tomonimda sud, bir tomonimda mana tergov. Shuncha paytdan beri tergovda xatlar bergani yo'q. 2024-yil 6-sentyabr kuni ozodlikka chiqqan bo'lsa ham 9 yil 6 oy o'tirib 9 yil 6 oyda tagiga borganda o'sha men norozi bo'lib gapiradigan bala Begzod Hayitboyev o'sha paytdan beri отказ qilinardi. Begzod Hayitboyev даже majburiy keltirish to'g'risida qaror ham beradi-da oilamga. 2023-yil 19-avgust kuni beradi. Ikkita oper kirib keladi. Ota-onam oldiga. Men qamoqdaman hali. Avgust oyi. 19-avgust. 6-sentyabrgacha o'sha 20 kunlar qolgan. Даже menga ham koloniyaga borgan. Men so'rov bermayman senga deganman. Seni almashtirish bo'yicha deganman. Bu yuqorida videolarda Ashraf Ramazon akaga aytgan gapimni lishni eslatyapman-ku. Xuddi shunday mana majburiy keltirish to'g'risida bu o'sha bosim. 2010-yilda ishga Umarov men dadam. Endi bu yerda sud aytibdi 2022-yil 16-avgust kuni 1 yil oldin. U ham avgustda bo'libdi. Mana bu sudda men yuqorida videoda aytganimda aytdim. Men koloniyadan qatnashdim. Mana shu sudga. Bu yerda Husanovlar tomonidan Zulfiya opa ham bor edi, tirikdilar. Joylar jannatda bo'lsin. Ilhom aka ham bor edilar. Menga qarab baqirib sapchindilar. Platinum servis Jizzax viloyat adliya bo'limidan notariusni o'zi, Akmal akani o'zi Platinum servisda o'zi ham qatnashgan. U paytda u odam sog' edi. Undan tashqari men koloniyadan Umarov, Jizzax avtokapital savdo yuristi Hamid aka, direktori Jo'rayeva Gulchehra, meni onam. Hamma qatnashgan. Mana shu sudda. Endi sud aytib kelyapti shu 19 ta 20 ta sud davomida aytib kelyapti sud. Biza sudda ajrimiga qarab baho beramiz. Tergovchini qaroriga emas debdi. Lekin tergovchi to'xtamaydi. Mana 2023da asosiy majburiy keltirish, bosim, bir nimalar yozdirib olish. Lekin dadam bilan ayam отказ ketilyapti-da, Yigitali akalar aytibdi, Aralovga berilyapti. Aralov so'roq qilyapti, Hayitboyev qaror chiqarib yuboryapti. Atvot 2023-yildan boshlangan. Jizzax viloyat tergovchisi hozirgi kunda Jizzax viloyat, u paytda Jizzax shahar Goradelda tergovchisi edi. Lekin atvot qabul qilinmaydi shu paytgacha. 4-fevral kuni Mista Ashraf Ramazon akani qabullarida aytdilar, o'sha men nimaga keyin men bunga so'roq berdim. Ashraf Ramazon aka aytganlari uchun men bunga berdim tergov. Bo'lmasa men tergov so'roq bermasdim umuman. Mani oilamgacha majburiy keltirishgacha qilyapti. Mani oilamda yerda убийство yoki konkretniy narkota yoki оружие chiqmagan. Majburiy keltirish, jinoiy qilib tashlamoqchi bo'lyapti. Maqsad bu yerda 80 bilan qoldiraveradi. 80 nima? Jinoyat alomati bor, lekin da'vo muddati o'tib ketganligi sababli bekor qiladi. Qarorni tugatish qilib yuboradi tergovchi. Lekin 80 da qoldiryapti, sud ikkilanib qolyapti. Sud ikkilanmaydi ata. Sud o'zi chiqarib bo'lgan, asosiy ishda hamma qatnashi bo'lgan. Sud bu masala bo'yicha lichni hammani o'zidan so'ragan. Hozirgi kundagi Jizzax shahar Sheyxroz aka Omonov, mana Omonov raislik. Hozirgi kunda Jizzax shahar tumanlararo sudining raisi odam. O'zini lichni so'rovlaridan o'tganman suddaman. Yonida yosh katta Ko'lnimov. Bu yerda o'sha ayol kishini uni tanimayman. Suddan eslanmayman.
2026-yil Jizzax viloyat fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atining ajrimi debdi. Yana tepasi yozib asosiy ish debdi. Lekin bular faqat shu tergovchidan bir nimalar qo'y. Bunaqa ekspertiza xulosasi bir uchinchisi delada. Bittasi MVDda bo'lishi mumkin degan, keyin bir o'rtada bitta отказ qilgan, keyin Ashraf Ramazon akani gaplaridan keyin so'roq beryapman. Podpis falsifiy bo'lib chiqyapti. Ana, manligi Hadicha Sulaymonova debdi. Va yana kopiyadan qilyapti ekspertizani. Ekspertizani qonuniy mumkin emas. Masalan, bu hozirgi videoyi mana hozir men o'qiyapman, ular tomon yozyapti, mashinnik, mashinnik emas. U paytdagi davr bilan hozirgi davrning farqi bor. Karimovning davrida prosta qamab yuborishdi. Bu men alibiyim shu. Mani ustimdan ariza tushmadi. U davr boshqa edi. Juda ko'plar eslaydi. Men u davrda juda ko'plar bilan o'tirdim. Qamoqxona degani, qamaldi degani endi nima odam qatordan tushib ketdim. Nima menga O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportimni koloniyadan jazo muddatim tugagandan keyin qaytarib berilyapti. Nima men Qozog'istonga o'tkazib yubormayapti? Bo'ldi, jazo muddatini o'tadi, u narsaga javob berib bo'ldi buni yo'q. Hech kimni ko'tarishga haqqi yo'q. Menga pasportimni qaytarib berdimi, quvg'in qilmadimi? O biznesim bo'yicha men o'zim endi u davrda tushunaman. O'zimga yarasha meni ham tushunadiganlar bor, meni ham eshitadiganlar bor. Ular tomon negativ yozsa yozaversin, biz lekin yozmaymiz. Biz ham yozsak bo'ladi, lekin bizga to'g'ri kelmaydi. Meni avlodimga to'g'ri kelmaydi. Mana shuni ko'rib o'tirgan Qo'chqar akaga ham salom aytaman. Qo'chqar aka ham biladi meni yaxshi. Tergovda men aytayapman, videolarimgacha berganman. To'yimda Azamat o'g'lingizgacha yuribdi Qo'chqar aka. 2 marta ijro harakati bordi. Umuman ko'rinish bermadingiz. Aslini Qo'chqar aka orqali olingan. Uni men tergovda so'rog'imda ko'rsatganman. Qo'chqar aka Husanov Ibrohim. Qo'chqar aka laqabi bilan tanilgan. Sudimnis bo'lagan bo'lsa, sizlar tomonda ham sudimnis bor. Karimov paytidagi siyosat bilan hozir paytdagi siyosat boshqa. Karimov davri bo'lganda bunaqa videolarga sizlar ham chiqolmassalaring, mana bunday berib yurmasdim. Hozir demokratiya, prezidentimizga katta rahmat. Hali men ko'p videolarimda qamoqxonadagi holatlarni bir hali eslamoqchiman, chunki prezidentimiz shunday siyosat qildilarki, qamoqxonalarda odam odamligini bildi. Bir xonaga chaqirsa, shtabda 10 kun orqaga o'tib islanardi. Siyosatmi? Shavkat Miromonov zakonni siyosatga o'rgatdilar. Hozirgi kunda zonalarda balla manti bilan so'msa yermish. Demoqchimanki, bu videolarda mana Shomonovni anasi. Bu yerda majburiy keltirish. Hali yoritaveraman. Bu yerda men hozir bitta video qilaveraman. Men aytdimki boshida, men to'xtamayman. Men to'xtamayman, lechni to'xtamayman. Qani qayoqqacha borar ekan? Ular o'zi tomonda haq, biz o'zimiz tomonda haq. Mana qamoqdan chiqqandan keyin MVDlarga borib, pon yozdim. Mana u payti MVDning vaziri Po'lat Bobojonov. Po'lat aka Bobojonovga kirmodik, biz Ashraflarga kirganmiz, o'sha boya aytganimdek, yuqorida Ramziddin aka Abdurahimov. Abdurahimov Ramziddin aka. O'sha odamlar bilan gaplashib, Jizzaxlarga telefon qilganda, "Yo'q, bu Bekzoddan ololmayapti hech kim." Hayron qolyapman, gap yo'q ekan. Juda bir arkasi shuna bir kimdir turibdi bilmayman lekin. Mana shu oddiy 2010-yilda bo'lgan delani zashita qilish juda katta. Buni men o'zi reyder hujumi deb bilyapman. Reyder hujumi bor shunaqa biznesda. Biznesda shunaqa reyder hujumi bor. Bitta kompaniya u kompaniyani sindirib sotib oladi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa bo'lyapti-da, dafka oxiri sindirib olmoq. Biz bitta hozir ajrimni atmay qilsa, jin o'tirib qolamiz deydi. Yo'q, biz kurashamiz sizlar bilan. O'ylamanglar, hamma bilan kurashaman men. Mana kecha sudda 561 million qarzdorlik bergan bo'lsak, mana 11.06 11-iyunda 563 millionga chiqdi. Men aytdim-ku, bu soliq qarzdorlikni to'xtatib bo'lmaydi. Agar sud
qaror bersin. Shu mojaro oxiriga yetib, ikki tomon hal bo'lguncha soliqda to'xtatib tur deysin. Ha, ular ish anaqa qilmasa, zdaniyani olib qo'ymaymiz. Молодец lekin. Sizlarni Michael Jackson ishda o'lib qopti. Men bekorga Po'lat Bobojonovning o'rnidagi odam hozirgi MVDning vaziri, yangi vazir Aziz Tashpo'latovga kiraman demayapman. Men kimga kirayotganimni juda yaxshi bilib turibman. U MVDning vaziri u. Men bitta Hayitboy Begzod bo'layotgan bo'lsa 4-fevral kuni Mista Ashraf Ramazon akani qanaqaliklarini ko'rdim. Bo'ldi deyishdi-da, ertasi kun delan yo'q bo'ldi. Keyin yana qayta ochib oldi. Keyin yana yopildi-da, yana ochildi-da, mana qaror chiqib, hozir yangidan holat sud.